Shu necha kundirki uxlay olmayapman. Hayotga bo'lgan qiziqishim yo'qolib ketgan. Tursam halovatim yo'q, yotsam uyqum yo'q. Ko'zimga shu uyqu kelishi uchun bitta narsani o'yladim, ya'ni hayotga bo'lgan qiziqishim yanada ortishi uchun. Nima qilsam ekan deb o'ylasam, birinchi navbatda kallamga ya'ni bitta narsa keldi. To'g'ri qarormikan, sizlardan shuni so'ramoqchiman. Kredit olishim kerak ekan. Kredit olsam hayotga bo'lgan qiziqishim uyg'onadi. Erta turib, erta uxlayman, chunki ishlashim kerak, turib kredit pulini yopishim kerak. Yani hayotga bo'lgan maqsadim uyg'onadi. Maqsad tug'iladi. Kreditimni to'lashim kerak. Shuning uchun erta yotib, erta turishim kerak degan narsa uyg'onadi. Unda hayotga bo'lgan muhabbatim ham, qiziqishim, hamma narsam ertalab turib uyg'onsa, kechga qadar yana uxlayman, yana turaman. Shunga qarab hayot davom etadi. Ya'ni nima qilishimni, ertaga turib nima qilishimni bilaman. Shuning uchun kredit olish to'g'ri. Nima deysizlar, ketdim. Qancha kredit olsam?